Xabaringiz bor, telekanalimiz tomonidan 24-noyabrdan boshlab omadli tomoshabin mega aksiyasi o'tkazilmoqda. Ushbu aksiya doirasida muxlislarimiz pul mukofotlari, televizorlar hamda boshqa maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lishlari mumkin. Sovg'alar esa allaqachon o'z egalariga topshirilmoqda. Berilgan shartlarni bajarib, yuqori ball to'plagan andijonlik hamyurtimizga ham sovg'alar yetkazildi. Hozir shu haqda. Baliqchi tumani Chinobod shaharchasida istiqomat qiluvchi Gulhayo Rashidova omadli tomoshabin aksiyasining navbatdagi g'olibi bo'ldi. Jonli efir davomida o'tkazilgan tanlovda tanlab olindi va u qimmatbaho maishiy texnikalar jamlanmasiga ega bo'ldi. Assalomu alaykum. Ko'rmayapman, lekin kutayotgandim. Oy, kutayotgandingiz. Televizor, kir yuvish mashinasi, sovutkich, xullas 3 tasi birda sizniki bo'ldi. Bu yil ham o'sha birinchi kundanoq ko'rib qoldim. Qatnashaman, bu yil omadim keladi, xudo xohlasa dedim. Kodlarini jo'natolmayapman vaqtida, lekin qarindoshlarga silkasini jo'natdik. Ular ulanishdi. 34 ball bilan maishiy texnika g'olibi bo'ldik. Gulhayo Rashidovaning quvonchi cheksiz. U ayni paytda o'z oilasi bilan birga telekanal ko'rsatuvlarini muntazam kuzatib boryapti va aksiyada ishtirok etish uchun faol bo'lgani unga omad keltirdi. Davom etamiz. Men yutib olganimni eshitib qarindosh urug'lar har kuni deyarli 3 tadan sizning nomingizdan odam qo'shildi degan xabar kelyapti. Ular ham qiziqib qolishdi. Telekanalimiz tomoshabinlar uchun qiziqarli dasturlari, to'g'ridan-to'g'ri efirlar va albatta qimmatbaho yutuqlar taqdim etishda davom etadi. Mening yurtim telekanali bilan birga bo'ling, sevimli dasturlarni tomosha qiling va imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Dilfuza Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan.